أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Teala'nın iltifatıyla Sure Nisa'nın 24. ayeti keldik. Aldığımız saatlik derstimi şu nikahımızga iliş haram bolan ayollarını bayan kılan ayetini okuyandık. Bugün mü şu ayetindeki devamı. Allah Teala şundaq deydi: "Estaizu billah. Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi aleykum. Ve uhilla lekum ma vera'a zalikum en tebtegu bi emmalikum muhsinina gayra musafihin. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما." Vel muhsanat degan erlik ayollarni erishma sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rlar bundan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan yani yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lganlar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib nikohlab erishinglar halol qilindi. Qaysi ayollarni nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarni beringlar. Mahr bekitilgandan keyin o'zaro tutishgan narsalar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan soqit qilingan mahr uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni al-muhsanat degan zavatul azvoj, ya'ni erva xotin olsangiz bo'lmaydigan gap bu. Menen nisa an tankihuhunna qabla mufaraqati azwajihinna. Mayli u erva xotin hur bo'lsin yoki dedak bo'lsin, u erdan ayrilib ketishdan ilgari nikohingizga erishinglar sizlarga harom qilindi. İlla ma malakat aymanukum. Faqatla sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rlar, dedeklar buni sirtda. Malak bu ma malakat aymanukum degan ima. Endi dedeklarki urushda o'lja ilish bilan qo'lga tushib qolgan. Ular sizlar uchun ularni vati qilish, ular bilan birga urush durust bo'ladi. Agar u dedeklarniki Darul Harbda erlari bo'lgan taqdirda deydi. Ba'dal istibro. Yani birli shart bor. O'zimi istibro bo'lgandan keyin, ya'ni iddat tutib, bu iddat shu bir hayz ko'rish yani. Dedekning iddati shu bir hayz ko'rish. Bir hayz ko'rib paklansa, undan keyin shu birga bo'lsa bo'ladi. Kitaballohi alaykum. Bu Allohningki sizlarga bekitgan farz qilgan hukmidir. Ya'ni kitaballahniki nasbiga o'qilishi kitabaniki masdar bo'lganligi uchun deydi. Ya'ni kataba zalika kitaban, kitaballoh demoqchi. Ya'ni maf'ul mutlaq bo'ldi-da. Va ahalla lakum ma wara'a zalikum. Ahalla degan ahalla uhilla deb ikki xil o'qildi ekan. Halol qildi Alloh taolo, yoki sizlarga halol qilindi oshlardan boshqalari. Ne siva ma hurrima alaykum minan nisa. Shu yuqorida tilga ilingan nikohingizga ilish harom qilingan ayollardan boshqalari. An tabtaghu bi ammalikum. Ayollarni talab qilishinglar uchun mollaringlar bilan, ya'ni mahrini bilan yoki puli bilan talab qilishinglar. Muhsinina, ya'ni ularni nikohinglar olgan holatda, g'ayri musafihin degan zina qilmagan holatda, ya'ni zina qilmagan va nikohinglar olgan holatda mushta olsangiz bo'ladi. Famastamta'tum, kimni ma biyadi men ma'nosida. Kimniki huzurlansanglar, manfaatlansanglar ulardan, shu ayollardan mimmen tazavvajtum bil vat'i. Yani ularga jima qilish bilan, to'yqin ayollarni jima qilish bilan huzurlansanglar, beringlar ularga ularning mahrlarini. Ularga sizlar bekitgan
beraman deb shu bekitgan mahrlarini beringlar. Faridatin. Bu shunda bir belgilama. Allohniki farz qilib bekitgan hukmi. Hmm. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Sizlarga gunoh bo'lmaydi bir narsadagi o'zaro rozi bo'lishdinglar. Sizlar va ayollar mehrini bekitib bo'lgandan keyin, ya'ni mehrini manchpol yoki manchilik bir narsa deb bekitib bo'lgandan keyin, undan u ayol shu o'z roziligidan hammasini saqit qilayotgan bo'lsa yoki bir qismini saqit qilayotgan bo'lsa, yo buni ozroq ziyoda qilgan bo'lsa, bu uningda hech gap bo'lmaydi, sizlarga gunoh bo'lmaydi. Innalloha kana aliman hakima. Haqida Alloh taolo maxluqotlarga maxluqotlarning ham ahvolini to'liq bilguchidir. O'zi o'rnashtirib bergan shariat ahkomlarida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Xo'sh, keyingi oyatda ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. Sizler mümin ayollarını erişka qurbi yetmeydiganlar. Sizlerning içinlardan aslında mümin ayollarını erişka qurbi yetmeydiganlar xulosadagi mümin cho'rlardan olsun. Allah imoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab elaveringlar. Ichki ahvolini Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrlarni kamaytirib o'tmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yoshirin oshni tutmaydigan afifa ayollar bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fohish qilsa, ularga hur ayollarga berilgan jazoning yarmi berilishi kerak. Bu ya'ni cho'rlarni nikohlab elish, oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qilolsanglar sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Tavalan degan g'inan. Ya'ni sizlardan boyliqqa, ya'ni yetarlik bir pul pichakka qodir bo'lmagan kishi. Yetarli pul pichakdan shu hur mo'min ayollarni nikohga ilishga qodir bo'lmagan kishi u qo'l ostidagi cho'rlar bilan ko'paylansin. Cho'rlardan olsin demoqchi. Mayad al mu'minat degan jariyun alal g'olibi. Ko'pincha holat qarta shunda aytilgan demoqchi. Lekin uning mafhumi yo'q. Chunki bir mo'min kishi kitobiy ayollarni olsin bu emasmi? Shartlarga haqiqat asosida shu kitobiy ayollarni asıl durust bo'lgan ekan, miyada al mu'minat deb keltirishi shu ko'pincha ahvol qartab ishlat deyilgan emas ekan. Ya'ni ashta mo'min hur ayollarni elishqa iqtidori yaramaydigan kishi bo'lsa, u qo'l ostidagi cho'rlardan nikohlab olsin. Min fatayatikumul mu'minat. Mo'min qizlaringlardan bo'lgan. Endi mayada al mu'minat da min fatayatikumul mu'minat dedi. Ma mu'minat nimani tushunamiz desa, ama dedak qizlarni olgan vaqtda u cho'qim mo'min bo'lish kerak ekan. Ahli kitobdan bo'lsa bo'lmaydi demoqchi. Endi har odam shu dedakni olsa asli hukmda durust bo'lmaydi ekan. Lekin ikki xil shart asosida durust bo'ladi debdi. Biri har ayollarni erishga iqtisodiyatdan qurib yetmaydigan odam bo'lish kerak. Yana biri o'zini ashuni dedakni olsa olmasa zina qilib qilishidan qo'rqib qolgan odam bo'lish kerak ekan. O ikkinchi shart asli chiqadi hozir. Mushta ahvol ostida boshqalarning dedikini nikohlab olsa bo'ladi debdi. Lekin o'zininki qo'l ostidagi dedak bo'lsa, uni nikohlab olsa bo'lmaydi ekan. Faqatla o dedakni ozod qilib o'tib, hurug'andan keyin endi nikohlab olsa dursun. Lekin shu dedak oltida uni nikoh olsa bo'lmaydi debdi. Chunki u dedak oltida u nikoh ayirib nikohlab olmasimi, uni bilan birga bo'lsa durust bo'lgan ekan. Yine başka hikmetin babında. Vallahu a'lemu bi imanikum. Allah sizlerin imanlarını obdan bilgücüdür. Yani bir yerde meşhur olan gepni mi dese, fektafu bi zahirihi ve kilus seraire ileyhi. Sizler onunki zahir bilen kupayınlar,
sirlarni shu mo'min kishininki tashqi ko'rinishi mo'min bo'lsa shundan foydalansang bo'ladi. Hamda uni ishki dunyosi qandaydi, andamidi mandamidi deganni uni Allohga topshiring deydi. فإنه العالم بتفاصيلها. Chunki Alloh taolo sirlarning tafsilotlarini obdan bilguchidir. Ve rubbe emetin tefdulul hurrete fihi. Bazı dedekler ortiq buludu hür ayıldın. Muşu imanda ve başka işlerdi mesela. Ve hâdâ te'nîsun bin nikahil imâi. Bu olsun yine dedeklerini mi nikahlap edişka bir te'nis kılış var. Şunu ülpetlendiriş, kızıktırış demek ki. Ba'dukum min ba'd. Sizlerin bazılardan bağlı. Yani sizler ve ayollar hemenla din cihette beraber. Yani dindaş sizler. Şunlaşka فَلَا تَسْتَنْكِفُوا min نِكَاحِهِنَّ. Ulanı nikahlap eriştin başlatmalı. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ. Eğlenler sizler aşı dileklerini ulanın ehlininki. Yani aşı hocalarının izni bile eğlenler. Yani, bayatın degendek başkalarının dedikini ağası buldu. Bakın. Ağan çağda mı? Aşılarınki hocayınlarınki izni bilen eriş gerek. Ve atuhunne ucurahunne. Ve berinla ularning mehrlerini ma'ruf bilen beringlar. Ma'ruf degan uzatib o'tmasdan, kemaytib o'tmasdan ashta beringlar degandek bo'ldi ekan. Muhsanatin. Endi shu dedeklar qanday bo'lish kerak desam, afif ayollar bo'lgan holatda deydi. Yani afif, pak ayollar bo'lish kerak. G'ayri musafihatin. Yani oshkora zina qilmaydigan muda bo'lish kerak. Va yana wala muttaxidat ahdan. Bu yerda musafihat degan oshkora zina qiladigan ayollar olması kerak degan bo'ldi ekan. Muttahidat ahdan degan yo'shurun boshqalarni oshini tutib, oshinlab yurib, oshini o'ynab bunda zina qilgan ayollardan bo'lmasligi kerak deydi. Ya'ni ashta pokiz ayollarni ilonlar demoqchi bu. Fa idza uhsinna yana bir qirota ahsanna deb o'qilgan. Agar u ayollar to'y qilinsa, agi berilsa yoki agi tegsa, فإن أتينا بفاحشة أجتي بوندين كن برزنا فاحش نقصا فعليهن نصف ما على المحصنات أم هر أيالله بيرلين جزانın yerimi kedi doğru. Hır ayallah zina qılsa berilgan jazanınki yerimi malağa berildi demişim. Minel azab degan hatninki. Qandaq hat berildi desa fayujlatna 50 50 darra uruldu ve 20 yıl sırtqa palı bitildi. Ve kulma yine erkek kulma müşten kıyas kılındı o açtı. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد. Yani bu ihsan buluş, haddinin vacip buluşun şart emas. Çünkü ulağa muhsin ayollarga nisbeten asla rejim yok. Yani muhsine to'y qilib bo'lib, bizni qilgan ayol bo'lib qolsa, uning qarg'a chanib kelsa qilib qilindi. Uni rejim qilinmaydi. Bu yerda oyatda muhsanat deb keltirishiningki, keltirganlikdan bu hadning muhsin bo'lish ayollarning dedeklarniki muhsin bo'lishi hadning vojib bo'lishi shart emas demoqchi bu yerda. Dedeklar tegib bo'lgandan keyin zina qildim dedi. Shunday bo'lsa-mu ularga chalmi kesak qilinmaydi, balki qamchi urildi demoqchi ekan. 50 qamchi urildi. Ve 20 yıl pahalı bitildi demoqchi ekan. Zalike shu yeni aşındaq memluk dedek ayollarni nikohlab elish inda adami tavli. Yani shu hur ayollarni elishga iqtisodiy yor bermagan chog'da mushna dedeklarni nikohlab elishdan iborat bu hukm liman khashiyal anata minkum. Yani qo'rqib qolgan kishi uchundir zinodan. Sizlarning ishinglardan o'zga men dedekni olsam olmasam zina qilib qolamanmi deb o'zini qo'rqib qolgan odamga xos hukm bu demoqchi. Bu yerda al-anatniki asosi al-mashaqqa deydi. Bu yerda zinoni al-anat deb atadi. Nima uchun desa, chunki bu shu mashaqqatning sababidir.
bil haddi fid dunya vel ukubet fil ahire. Dünyada het uruldu, ahirette qattiq jazo uchraydi. Ana shundoq mushaqqatning sababi. Zina qilsa, shundoq qattiq avarchiliklarga sabab bo'lgan ish bo'lgan ekan demoqchi. Minkum sizlarning ichinglardan bi xilofi man la yaxafuhu min al ahrari. Minkum degandan e, istisno qilingan narsa nima desa, hurlardan o'ziga qo'rqmagan kishilar buning qatoriga kirmaydi. Ya'ni hur odam bo'lsa, e, yana zina qilishdan zina qilib qolamanmi deb o'ziga qancha qo'rqinchi yo'q odam bo'lib qolsa, ularga nisbatan dedaklarni nikohlab berish durust bo'lmaydi. Ana shunga o'xshash man istata'a tawla hurratin. Hur ayollarni nikohlab elishqa, hur ayollarninki mahrisiga qurbi yetadigan bunday odam bo'lsa-mu, unga nisbatan dedaklarni nikohlab berish durust bo'lmaydi. İmam Şafii mush qarashda bo'lgan. Va xaraja bi qawlihi. Chiqib ketadi min fatayatikumul mu'minat degan ma oyat ma Alloh taolaning buni so'zi bilan kofir ayollar chiqib ketadi deydi. Ya'ni kofir dedakni os bo'lmaydi har qanday qahvalasi. Halol bo'lmaydi mu'min odam uchun kofir dedaklarni nikohlab elish. Walau adima va khafa. Halbuki u hur ayollarni ololmaydigan puli yo'q bo'lgan taqdirdami va o'ziga zina qilishdan qo'rqib taqdirdami kofir dedakni olsa nikohlab olsa durust bo'lmaydi demoqchi. Chunki asli hukmda shu dedakni hur odam dedakni nikohlab berish durust bo'lmaydi ekan. Nima uchun desa, chunki onada tug'ilgan bolami shu qul bo'lib qoladi deydi, onasiga tobe bo'lib. Shu hikmat bor ekan, boshqa hikmatlar ham bo'lishi mumkin. Va an tasbiru hayrul lakum. Sizlarning sabr qilishinglar, men deyotganim. Dedak ayollarni nikohlab olmay, işte sabr qilishinglar sizlar uchun yaxshidir. Nima uchun desa, alla yasilal valadu raqiqan. Onadan tug'ilgan bolaniki uning qulub qolmaslik uchun. Vallohu g'afurur rahim. Alloh taolo mag'firat qiluvchi, rahimdil zotdir. Mushuningda kengchilik qilish bilan. Ammo shu dedaklarni ilishga nisbatan ma'lum shartda asta as bo'ladi degan hukm tushirpadi. Demak, Alloh taolo bandalarga mushundoq rahimdil zot. Yuridullohu yubayyina lakum. İrade qildi Alloh taolo sizlarga bayon qilib berishni. Ya'ni dinning shariatlarini va sizlarning ishinglardagi foyda manfaatlarni bayon qilib berishni iroda qiladi. Va yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Va sizlarni ilgirkilarning yo'llariga boshlab qo'yishni, hidoyat qilishni iroda qiladi. Bu ilgirkilar kimlar desa, payg'ambarlar. Shu ilgirki payg'ambarlarningki yo'li bo'lgan halol, harom masalalarida shuni sizlarni shu yo'llarga boshlab qo'ysa, sizlarning ashunga ergish mengishinglar uchun shuni Alloh taolo bayon qilishni iroda qiladi. Va yatuba alaykum. Va sizlarning tavbanglarni qabul qilishni iroda qiladi. Ya'ni yarji'a bikum an ma'siyatihi allati kuntum alayha ila ta'atihi. Qaytirishni sizlarni Allohga osi bo'lgan ishlardan sizlar shu ningayotgan Allohga osi bo'lgan ishlardan yenib Allohning toatiga qaytirishni iroda qiladi. Vallohu alimun hakim. Alloh sizlarni obdan bilguvchi zotdir va hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Fima dabbarahu lakum. Sizlarga o'rlashtirib bergan, sizlarga belgilab bergan mushu ahkomlarning hammasida hikmat bilan ish qiluvchi zotdir. Alloh taolo hammaning manfaatiga mato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik. Astaghfiruka va atubu ilayk.